Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda sport boshqarmasi hamkorligida Sog'lom oila, sog'lom jamiyat g'oyasi asosida 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan velomarafon bo'lib o'tdi. Tadbirda turli yosh toifalaridagi ayollar va qizlar faol qatnashdi. Sport tadbirining asosiy maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xotin-qizlarni ommaviy sportga jalb etish hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishdan iboratdir. Musobaqa avvalida bayram munosabati bilan barcha ayollar yana bir bor yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qizg'in tabriklanib, velosiped boshqaradigan ayollarning barchasiga nur qaytaruvchi nimchalar tarqatib berildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa yo'llarda velosiped haydovchilari va piyodalar bilan bog'liq mudhish hodisalarning oldini olishdan iboratdir. Musobaqa yakuniga ko'ra g'olib va sovrindorlar aniqlanib, 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohibalari medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Shuningdek, turli nominatsiyalar bo'yicha ham taqdirlash marosimi o'tkazildi. Mazkur sport tadbiri ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat ulashib, ularda unutilmas taassurot qoldirdi.